Shu Qur'oni Karimning ko'p suralarida Lavhul Mahfuz haqida aytilganlikda, bu haqda sura Was-sama'i zatil burujni buni yozilgan mav'izani eshitilinsa, shunda javob berganmiz. Qibla tarafga oyog'ini uzatishlik karohati bor, birodarlar. Mabodo masjidlarda uxlanganda ba'zilar aytishganki, yurak qiblaga qarab turishligi uchun oyog'i qiblaga qarab tursa, masjiddagina yotishlikka faqat. Chunki masjid uxlaydigan joy emas, ibodat joy bo'lgandan keyin, majbur charchagandan keyin qalbi qiblaga qarab turishligi uchun oyog'ini qiblaga qilgandagina qalbi shu yoqqa qaraydi deyiladi. Shundagina ba'zilar ruxsat berishgan. Bu kishi bir odam savol qildiki, musulmon odam zaif hadislarni bilmasdan birovga o'rgatib qo'ysa gunohkor bo'ladimi? Zaif hadisga bilmagan narsasiga javob bermaydi, lekin bilishligi kerak. Shuning uchun hadislarni sahih emasligini birovdan so'rab turib, bunga birovga o'rgatib va amal qilishligi kerak. Endi bir odam so'rayaptiki, uydagilar islomda bo'lmasa, yoki islomda bo'lmagan odamlarga, masalan, boshliqqa, islom yo'lida masjidga yoki da'vatga ruxsat bermaydigan bo'lsa, dunyoviy ishga deb yolg'on gapirib ketsa bo'ladimi? Endi islomda o'zi bo'lmasa, u sizga namoz o'qishlikka ham ruxsat bermaydi. Ro'za tutishlikka ham ruxsat bermaydi. Biz namoz o'qishlikka ota-onadan ruxsat so'rab o'qishlikka ma'mur emasmiz. Alloh bizni buyurgan. Islomda bo'lmagan kishini biz buyrug'iga itoat qilmaymiz. Shuni bilishimiz kerak. Ota-ona masalan islomda bo'lmasa, masalan mast qiluvchi ichimlikni olib kelib ber deydi, nima deydi? Bir chekadigan narsani olib kelib ber deydi. Hadin namoz o'qirasanmi deydi. Mana bu narsalarda shu, biz u narsada bu mutlaqo islomda bo'lmagan odamga biz ota-onaga muruvvat qilishlikka buyurdi Alloh taolo. Va bil validayni ihson, ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Dunyoviy muruvvat qila olamiz. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Bera bir kishi so'rabdilarki, sizdan eng baxtli odam kim deb so'ralsa nima deb javob berardingiz? Men eng baxtli odam kim desa, shunday javob berardimki, birinchi tavhidni bilib, islomni bilib, shu bilganiga hech qanday malomatidan qo'rqmasdan amal qila olgan odam deb javob beradi. Inson haqiqatda baxtliki, o'zini fikri bilan hayotda yasholasa. Shu hozirgi hayotdagi ko'p kishilarning qiynalayotganligi iqtisodiy tomondan qiynalmaydi. Ko'p odamlar qiynaladi, o'zi bir narsani haq deb turib, shunga qila olmayotganligiga esilaveradi. To'g'rimi? Hayot, agar odam bir narsani haq deb bilsa, shunga amal qilib yursa, lekin u o'zini nazdidagina haq olmasa, Allohning nazdidagi haqqa amal qilib yura olsa, bu odam juda baxtli odam. Agarchi uni boshida qilich o'ynab turib, chopilishlikka tayyor tursa, unga parvo qilmaydi. Chunki bu ham o'zini fikriga muvofiq ish kelayotganligi. Bu ham Alloh taoloning huzurida shahid bo'lsam, eng misli yo'q darajatni olaman degan narsaga o'zining fikriga muvofiq ish. Hatto bu eng oxirgi har bir narsani baxtligi bo'ladi. Birinchi tug'ilishda baxt saodat bo'ladi. U siz ixtiyoringiz emas. Musulmon oilada tug'ilsangiz. Bu siz ixtiyoringiz emas, birodarlar. O'zini go'daylik vaqtini baxtligi shuki, islomga muvofiq hayotda kechirsangiz. Bu yigitlik davrini o'zini baxtli bo'ladiki, ijtihodli bo'lsangiz, islomda o'rganishlikka. Davlat topishlikni baxti bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolo buyurgan joyga davlatingizni sarf qilsangiz. Kambag'allikni baxtligi bo'ladiki, Alloh bergan narsaga qanoat qila olasiz. Alloh bergan a'zolarni o'zini yo'liga sarf qila olasiz, bu salomatlikni baxt saodatligi. Yana bu o'lishni baxt saodat, o'lmaslik iloji o'lamiz. Bu shahid bo'lib o'lishlik. Bu o'lishlikni baxt saodati bo'ladi. İnsonning eng baxt saodatligi islomning fikriga ega bo'lsa-yu va shu fikrga muvofiq yasholasa. Chunki azob chekmaydi.
Mana Umar Hayyomning baytlari dod faryod qilib yozgan. Islomiy dunyo qarashga ega bo'lgan Umar Hayyom. Dod faryod qilib biz Umar Hayyomdan olmaymiz bir islom yo'lini. Umar Hayyomni bir shoir deb bilamiz, xolos. Ko'p odamlar Umar Hayyom manaqa degani bizga Umar Hayyom hujjat emas. Bizga masalan Navoiy hujjat emas. Bundan murod Navoiy yomon odam yo Umar Hayyom yomon odam degani chiqmaydi, birodarlar. Bizga hujjat kitob va sunnat, Qur'on va hadis. Shunga muvofiq bo'lgan odam, u odam to'g'ri gapirdi. Uni ham uni gapi emas, shunga muvofiq bo'lganligi uchun. Odamlar hamma odamlarni katta odam deb olganda, hamma odamlar yo'l qurib bergan odam deydi. Shuning uchun azob chekadi. Mana bu narsalar ham fikrli odamlarning ruhini qiylaydi. Bu Umar Hayyomning bu she'rlaridan bu dinsiz odamlar odamlarning fikrini chulg'ashlikka foydalangan. Xolos, islom mana bunaqa deb. Islom bunaqa emas, o'zlarining toshlarini teraversin. Biz ishimizga o'zlari fikrlar, bunaqa noto'g'ri fikrlarni o'zlariga yopishtirishsin uni. Islom bizga Qur'on va hadis, sahih hadislar. Mana bu yo'lda kelgan yo'l bizga haq, mana bu yo'lni biz ma'sum yo'l deymiz. Saqlangan, xatodan saqlangan yo'l deymiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam havodan gapirmaganlar. Baxtli odam mana go'daylik, tug'ilish va davlatmanlik, kambag'allik, xullas umumiy baxtlilik shuki, qanday bo'lsa ham, boy bo'lsa ham musulmon bo'lsa, kambag'al bo'lsa ham musulmon bo'lsa, er kishi bo'lsa ham musulmon bo'lsa, ayol kishi bo'lsa muslima bo'lsa, bola bo'lsa musulmon bo'lsa, qari bo'lsa ham musulmon bo'lsa, islomga muvofiq hayot kechira olsa, o'zining hayot bosqichida islomga muvofiq yashagan odam baxtli odamdir. Va u odam qarigan vaqtda attan qilmaydi. Yana hayoti takrorlansa, xuddi shunaqa hayot kechiradi. Sahobalar haqiqiy baxtli insonlar bo'lgan. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbatlarida bo'lishganlar. Nimaga buyursalar, shuni qabul qilganlar. Lekin jamiyatning baxtligi kim? Jamiyatda bitta rahbari bo'lsa, u havoyi nafsiga chaqirmasa, faqat Allohning yo'liga chaqirsa, u odamlar o'ylashdan xotirjam bo'lsa-da, bu odam haq yo'lga chaqiradi degan xotirjamlik bo'lsa-da, buyurgan narsasini qilaversa, o'lsa shahid bo'lib ketadigan yo'l olsa, yashasa, nihoyatda ajr bilan yashasa, molini bersa, jannatda sotib olsa, kambag'al bo'lib sabr qilsa, unga haqqiga men molim yo'q, duo qilib yordam beray desa, mana bu jamiyat ham baxtlidir, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atrofida jamlangan kishilar haqiqiy baxtli bo'lganlarda, ular hech bir narsani o'ylashdan xotirjam bo'lishganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanishganlar. U kishi hech havolarga buyurmaydigan kishi bo'lganligini bilishganlarda, nimaga buyursalar o'ylashmay qilishaverganlar. Chunki bu yo'l albatta jannatga olib boradi deb bilishganlar. Mana bu haqiqatda baxtli jamiyatdir. Ular o'ylashmaganlar. Bu o'lib ketganlarini ham baxtli deyishganlar, yashaganlarni ham baxtli deyishganlar. Ular mol davlatlarini tutgan vaqtlarda islom yo'liga baxtlimiz deb e'tiqod qilishganlar. Ammo ana shunday keyingi xulafolar davrida ham odamlar baxtli bo'lgan, birodarlar. Baxtli jamiyat haqiqiy haq yo'lga, islom yo'liga chaqiradigan peshvosi bo'lgan jamiyat. Ayollarning ham baxtligiligi shuki, u turmush o'rtog'i islomga muvofiq kishi bo'lsa, u doim to'g'ri yo'lga chaqirsa, noto'g'ri narsasini ogohlantiradigan o'zini turmush o'rtog'i bo'lsa, mana bu odam, bu ayol kishi baxtlidir. Xatosi bo'lsa shu, saharda uni masalan tahajjudga uyg'otadigan o'zini turmush o'rtog'i bo'lsa, mana bu odam, bu ayol baxtlidir. Er kishilarning baxtliligi ayolga nisbatan qanday baxtli? Ya'ni ko'chaga chiqib ketayotgan vaqtda islomga xatosi bo'lsa ogohlantirsa ayoli. Ko'chaga chiqib ketayotganda, xususan hozirgi bizni iqtisodiy, hozirgi tufon davrida ittaqillaha fina va la tut'imna illa al-halalat tayyib deydigan ayoli bo'lsa, Allohdan qo'rqing bizni haqqimizda. Bizni xonadonga faqat halol tayyibni ko'tarib keling. Biz darvozaning ichiga kirgan narsani yoramiz, javobni siz berasiz. Ammo biz sizdan buni olib keling, uni olib keling demaymiz. Halol tayyibni ko'tarib keling deydigan oilasi bo'lsa, bu er kishi ham bu ayoliga nisbatan shunday ayoli borligi bilan baxtlidir. Baxtli kishilarning hamma sohada o'zini bir turi bor. Otalarning baxtlisi Allohning buyrug'ini qiladigan, Allohning qaytargan narsasidan qaytadigan farzandi bo'lsa va ota adashgan vaqtida bu